Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar hammanglar. Bugun sizlar bilan to'shaklarga paxta solib qovuymiz. Bitta qo'shnim paxta to'shaklarni olib chiqib, bo'shmisiz, paxtalar solib qovib berasizmi deb olib chiqqan edi. Chunki 5-6 yil oldin qizini turmushga chiqarayotganda 4 ta to'shagini qovib bergan edim. Shunga qovib bergan edingiz. Judayam chiroyli bo'lgan edi, bizga yoqqan edi, hozirgacha ham ishlatyapti deydi. Ha, bo'pti, mayli, qilib beraveraman, bekor ham o'tiribman uyda dedim. Uyda ish ham yo'q o'zi. Qo'limizga ovqat qilamiz, uylar bir qator uborka qilamiz, bo'ldi. Shuning uchun bekor vaqtim ko'pligi uchun qilib beraveraman dedim. Tashlab chiqib ketdi. Va endi mana bolajonlarimga xonasini ancha yillardan beri bolalarga xona qilamiz, remont qilamiz degan edik bu xonani. Vaqt bo'lmagan edi, chunki Moskvada yurganimiz uchun, kelsak ham ko'p vaqtga kelmaganimiz uchun alohida xona qilmagan edik. Shu xonaga bo'sh turgan edi. To'shaklarim, paxtalarimni shu yerga olib kirib oldim, chunki tashqari issiq, eshik, quyosh tushadi darrovda. Sahnamizga огород, daraxtlar yo'q sahnamizda, shuning uchun shu xonaga olib kirib paxtalarni solishni boshladim. Paxtalarni hammasini chiroyli qilib sog'olamiz, chetlariga chiqarib 1-2 santimetr chiqarib solamiz paxtani. Bo'sh joylariga, yuqa joylariga ham yana solib tekizlab, qo'limiz bilan ushlab solib, ikki chekkasidan dumalatib o'rtaga olib kelib olamiz. Va paxta siljib ketmasligi uchun sekingina muloyimlik bilan to'shagimizni o'ng tarafiga ag'darib olamiz. Chetini mahkam ushlab ag'darish kerak, bo'lmasam chetlaridan paxta qochib ketadi. Chekkalarida paxta yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun siljib ketgan joylarini tekizlaymiz, kam joylariga yana solamiz. Ichlariga kirib chiqib changallergi ham bor. Zo'rg'a solib oldim paxtalarni ham. Ko'rib turganingizdek mana anchasiga soldim. Hammasiga pashti soldim. Mana 2 dona qoldi. Paxtalar solib hammasini birdaniga terib olamiz. Paxta solingan joylarini tikib olamiz. Qalingina qilib solaman. Ba'zigilar tarozida o'lchab soladi. To'shaklarga ham men o'lchamasdan solaman, qalin qilib. Sobsa xamirlarini yog'lab, chiroyli qilib morozilkaga solib qo'ygan edim. Somsa yegimiz kelganda darrovda olib tayyorlayman, ishim oson bo'ladi deb. Mana somsa yegim kelib qolib, tayyorgarlikni boshlab yubordim. Xamirlarim o'zidan tushgungacha to'rg'ashtirib, ichida qaylalarni tayyorlab oldim va somsalarimni yoyib chiqdim. Ko'rganingizdek, qatlari juda ham chiroyli chiqqan. Muzxonada dam olib tursa, yana ham chiroyli bo'ladi, qatlari qavat bo'lib. Qalampir ham alohida to'rg'ab oldim, chunki bu qalampirli somsalarni yaxshi ko'radi. Albatta qalampir solaman har safar. O'zim ham buyamga qo'shilib yeyman. Mazali bo'ladi. Duxovkamizni yoqib qo'yib, somsalarimizni tugib olamiz. Qalampirligini 3 burchak qilib yoqdim. Qalampiri shirinrog'ini boshqacha usulda bekitamiz, ajralib turishi uchun. Shunday qilib listimizga terib olamiz. Hammasini terib olgandan so'ng, albatta tuxum sarig'i surkash shart emas. Achchiqqina damlangan pamir choy ham, qora choy ham surkasa chiroyli qip-qizil bo'lib chiqadi. Qora choydan ustilariga surkab, xohishga ko'ra sedana, kunjut sepsanglar bo'ladi. Men sedana sepdim. Sedana bilan ham chiroyli ko'rinadi somsalarimiz. Mana darrovda pishirib ham oldim.
qavatlarini ko'ryapsizlarmi? Judayam chiroyli chiqqan. Sizlar ham albatta bo'sh vaqtinglarda xamirini tayyorlab morozilkaga solib qo'yinglar. Og'izda eriydigan, kusiragan somsalar bo'ladi. Ovozini eshityapsizlarmi? Og'izda eriydigan, kusur bo'lib pishdi. Issiqligi uchun zo'rg'a sindiryapman. Qo'lni kuydiradi. Issiqligida onajonimga ham solib, o'rab, sovib ulgurmasdan olib borib tashlab keldim. Mahallaga kelin bo'lganman. Ota-onamning uyi ham yaqin uyimizga. Va qorinlarni to'ydirib, mana endi to'shaklarimizni qovishni boshladik. Igna bilan to'shagimiz chekalariga paxtalarni tortib qovib olamiz. Bo'lmasam qovayotganda ham siljiydi. To'shaklarni yarq qilib o'ntarib qovayotganda yana siljib. Paxtasi bilasizlar, ishlatgan sari cho'kadi. Shunda chetlari xunuk bo'lib qoladi. Materialni o'zi bo'lib, shuning uchun surib bir tekisda qilib qovib olamiz. Chetlarini bir qator aylantirib olamiz. O'rtalarini keyin oson bo'ladi, darrov-darrovda bo'ladi. Shuning bilan sizlar bilan bugungi videoyimni tamomlayman. Xayrlashamiz. Kelgusi videolargacha sog' va omon bo'ling. Albatta, like bosishdan chiqmasin.